sahnada Ichki ishlar vazirligi akademiyasining patrul jamoasi. Ketdik sahnaga patrul jamoasi. Toshkent, mehmondo'st shahar. Keling, kirib keting deyshadi, o'tirib keting deyshadi. Biz unday deya olmaymiz, chunki Toshturmada ishlaymiz. Assalomu alaykum. Bolalar, mana bugun yarim final. Finalga chiqishimiz kerak. Kim bilan o'ynab zalni yorib tashlashimiz kerak. Shuni sekin aytsang o'lasanmi? Bu yerda o'tirganlarning qulog'i qaramas. To'g'rimi muxlislar? Ha! Jabur, men senga bir narsa aytay, Jabur. Hey, men bu yoqdaman. Ha, Jabur. Finalga temp bilan o'ynab chiqishimiz kerak. To'g'ri aytyapsan, Shahrizod. O'tmamoqqa. Nurlan, men-ku Shahzod. Nurlan u emasmi? Men Nurlan, ey. Unda men kimman? Ey, shoshma, sen kim, men kim, bu kim? Planshetim qana? Nashalnik kelyapti. Nashalnik. Turib ol. Bularning muzikasiga chiqib qopmiz-ku. Nashalnikka ham hayronsan, tadbir bo'lsa kelaveradi, ey. Kim aytdi hozir shuni? Qaysi biring aytding? Endi men gapirdim demaysan-ku bunga. Og'zing qani sani? Kim gapirdi? Ha? Senmi? Topa olmaysan. Senmi? Qani maskalar yashirsan? Qaysi biring aytding hozir shu gapni? Endi men demaysan-ku. Bola men topa olmaydi deb o'ylayapti. Maskani ber. Qaysi biring aytding? Men. Ha, qo'lga tushding, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Ishlama buni. Nashalnik? Nimaga yursan? Qivizi bo'lyapti. Ha? Qivizi? Juda mas'uliyatli o'yin. Agar aytib qo'yay, qivizida yutqazsang, don zeki. Tushundingmi? Nashalnik? Ha. Bir narsaga tushunmayapman. Nimaga? Bu qizlar nimaga maska kiyib olgan? Endi xavfsizroq bo'lsin dedim-da. Nima? Xavfsizroq bo'lsin, operatsiya paytida hech kim tanimay qolsin dedim. Endi go'zal qiz maska kiyib yursa g'alati emasmi? Endi tushunganda sen nega maska taqtirganimdan. Ha. Bo'l tushunib. Mana qaranglar. Bu qivizi degani. Qivizi bizning paytimizda boshqacha bo'lardi. Bizning paytimizda askelar aytilardi. Yo'q. Nashalnik, siz bilan askiya aytish noqulay emasmi? G'alati. G'alati emas. Bu askiya aytamiz. Aytamizmi? Ha, ayt. Nashalnik, Labay, biz sizni o'xshatdik. nimaga o'xshatding? Nimaga o'xshangiz kelyapti? Bahaybat sherga. Xuddi o'zi Nashalnik. Yigitlar, men sizlarni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Pora olmaydigan gayiga. Hey. Kuladigan joy aytmadim-ku. Nachalnik, gapingizni o'zi kulgili-ku. O'rtoq nachalnik, telefoningizga kod keldi. Hech qisi yo'q, kecha xonamga ham keluvdi. O'rtoq nachalnik, Ha. dadangiz telefon qilyapti. Ha, dadam qilyapti. Ha, dada. Ha? Omadingizmi? Nega olmaysiz menga olib beraylik? iPhone 17 Pro olib berasiz, bilmayman, olib berasiz. Rangi sariq bo'lsin. Olib berasiz, bilmayman. Ha, dada. Bo'ldi, olib berasiz, bilmayman. Xo'sh, nima gap? Gap? Qani, men sizlarni o'xshatdim. Jobir. Men seni o'xshatdim. Ha, bilaman.
Shungami? Boshqa nimaga ham o'xshading? Tur joyingda. Boshqa baloga ham o'xshading. Tekisdan, Ruslan. Bizda birinchi ko'rinish elektroenergiya stansiyasi, gidrometeorologiya, вообще qiyin ko'rinish degan boshqasini qo'yinglar. Patrul. Bilamizki, zombilarning har xil turi bor. Endi tasavvur qilib ko'ring, didi juda ham nozik zombi. Patrul. Patrul. Ko'ramiz, boyagi nachalnik uyida mehmon kutyapti. Marhamat. Aka, bizga ruxsat. Endi o'tirsalaring bo'lardi, bir bemalol yozilib gaplashib o'tirdik. Kech bo'lib qoldi, kech bo'lib qoldi. Mayli, bir keyingi safar xudo xolasa bir bemalol o'tiradigan deb bo'lib keling. Sog' bo'ling, xo'p. Xo'pmi? Yaxshi keling. Xudo xolasa kutib qolaman sizlarni. Olma. Dadasi? Ha. Nima qilyapsiz? O'zing aytding-ku mehmonlar ketganda yeysan deb. Marhamat. Bizda ichki ishlar xodimlarini juda ham jiddiy odam deb o'ylaydi. Adashasiz. Bizda romantik xodimlar ham bor. Ko'ramiz, juda ham romantik xodim uylandi. Onasi, men ishga ketdim, shoshyapman. Dadasi? Ha? Narushingiz qolib ketibdi. Ishga boraman, kelaman, 1 soat tursin. Ham bo'ldi. Let's go. Albatta buni hammasi hazil edi. Sizlar bilan birga bo'lganlarning hammasini yaxshi bilamiz, chunki biz ichki ishlar xodimimiz. Ichki ishlar vazirligi akademiyasining patrul jamoasi Guldiroz Qarsakiylar.